Nozimani ishi 180 gradusga o'zgarib ketdi. Bugun Seliden telefon ushlagan vaqtim bo'lmadi. Kechki mayli vaqt topib internetga kirsam, internetda shov-shuv bo'lib ketgan. Dashi efirlarga kirsam, efirlarda insonlar bir-biri bilan urushayotgan, ba'zi bir insonlarda fikri o'zgarib qolgan. Keyin nima bo'ldi, cho'kak deb turib bol informatsiya o'rganib chiqdim. Xullas, eslasanglar, oxirgi mahal bloger Avaz internetda ko'rinmay qolgan edi. Instagramdagi bol videolarni ham o'chirib tashlagan edi. Oxirgi 1-2 kun ichida bloger Avaz internetga chiqib katta gapirishni boshladi. Internetga chiqib olib shunaqa gaplar aytdiki, mana sud ekspertiza javobini berdi-yu, video kameralarni ko'rsatdi-yu, nimaga marhumani onasi internetga chiqib turib bu narsalarni ko'rsatib bermayapti deb turib katta gapirgan. Hattoki bugun ofitsialniy saytlar Kalamproz, yana boshqa saytlar ham o'zlari post joylagan, ya'ni ularda aytishi bo'yicha marhuma o'zini osgan deb topilibdi. Hattoki buni tanasida qanaqadir tan jarohatlari, zararli moddalar, hattoki ichkilik ham topilmabdi. Koreya Milliy sud ekspertiza xulosalariga ko'ra, fuqaro Nozim Akimda o'z joniga qasd qilish tashxisi asosida o'lim holati qayd etilgan. Buni orqasidan keyin Feruza opa yig'lab turib video joylagan. Assalomu alaykum. Men Nozimani onasi bo'laman, tushuninglar insonlar. Men bekorga Koreyada yurganim yo'q bu yerda. Shu ko'zimga adolat deb keldim. Yana qancha bunga bo'xtonlar, tuhmatlar qilmoqchi insonlar. Internetda chiqarayotgan narsani hammasi yolg'on. Mana meni qo'limda med ekspertiza turibdi. Sud ekspertiza yo'q menda. Shunchalik ham odamlar bag'ri tosh bo'ladimi? Shunchalik ham iflos bo'ladimi odamlar? Buni qaranglar axir. Bunda yozilishicha noaniq deyapti menga. Faqat noaniq deyilyapti. Hali hech narsa qo'limga berilgani yo'q. Advokatlar ham jahli chiqyapti bu narsalardan. Birinchi bo'lib ona bo'lib turib menga beriladi. Tushuninglar, faqat menga beriladi bu narsa. Men onasiman. Men begona inson emasman bolam uchun. Onasiman men. Menga advokatlar orqali taqdim qilinadi bu narsa. Undan keyin men hammaga ko'rsatib beraman buni. Majbur qilmanglar meni, iltimos sizlardan. Shuncha Hattoki mana Dalilus Javohir aka ham o'zini Telegramida bu narsa, ya'ni bloger Avazni gapi yolg'onligini isbotlab qo'ydi. Ya'ni Koreyani politsiyalari tomonidan hech kimga hech qanaqa rasmiy ma'lumot berilmagan, hattoki ekspertiza javobi ham berilmagan. Ya'ni shu yerda ham tushunib olsanglar bo'ladi kim nima qilayotganini. Mana misol, oddiy misol, bitta bloger ukamizgacha chiqib turib katta gapirdi. Menda ekspertiza javobi bor, bu qiz ichgan ekan, tuda deb. Uni gapi mayli o'lib ketsin. Tashi efirlarda ham ba'zi bir insonlar o'lgan qizni orqasidan kulib o'tirishuvdi. Buni tanasida spirtli topilibdi-yu, boshqa bo'libdi-yu, nima og'zini ochib qo'yib qo'ydinglarmi deb kulib o'tirishuvdi. Ha bo'pti, biz tuhmat qilamiz ekan, biz yolg'on gapiramiz ekan. Ha bo'pti, mana ofitsialniy sayt qayerdan oldi bu ma'lumotni? Tanasidan hech qanaqa ichkilik topilmabdi deb. Tushunasizlarmi? Yoki bo'lmasa mana bloger Avaz qanaqadir ekspertiza javobi berildi tudasida deb turib gapirgan ekan. Mana Dalilus bu narsani isbotlab qo'ydi-yu yolg'onligini. Shuning uchun internetda chiqayotgan hamma ma'lumotlarga ham ishonish juda ham katta xato bo'ladi. Men bitta narsaga hayron qolyapman. Bloger Avaz shu darajada o'ziga haq bo'lsa, ya'ni bu Nozimani ishiga umuman aloqasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, prosta sabr qilib qisib tursa bo'lmaydimikin deyapman-da. Ya'ni baribir bir kun emas bir kun agar bu o'ziga haq bo'ladigan bo'lsa, baribir bir kun emas bir kun buni nomi oqlanadi. Nabrot biz bunga tuhmat qilganimizga, biz bunga nisbatan yolg'on ishlatganimizga, nabrot biz o'zimizga minus bo'ladi-yu, to'g'rimi? Zachem keragi bor? Nozimani ishiga aloqasi yo'q bo'lsa, internetga chiqib olib bunaqa provokatsiya qilib. Mana shunaqa bloger internetga chiqib provokatsiya qilib qo'yapti, keyin ba'zi bir odamlar buni gapiga ishonib turib, o'sha fikr o'zgarib qolyapti. Men bu yerda o'zimning shaxsiy fikrim, men ichimdan o'zimning hissiyotimga ishonadigan bo'lsak, men bu qiz o'zini osmagan deb topaman. Shu narsaga ishonyapman men. Internetda dunyoda ma'lumoti chiqsin yoki Koreyani prezidenti kelib turib bu qiz o'zini osgan deb topadigan bo'lsa ham, men o'zimning shaxsiy fikrimda qolaman. Bu qiz o'zini osmagan.